Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Rishad Nuri Guntegin'nin Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Chali qushi nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anlatildi. 4-sinfda o'qiyotdim. Yeshim 12larda bo'lsa kerak. Fransuz tili muallimimiz Sura Alkisihada bir kuni bizga inshodan topshiriq berib, hayotdagi balalik xotirlarni yozishga tirishinglar. Qani, nimalarni aslayalaysizlarkin? Bu sizlar uchun o'tgan hayotinglarni aslashning go'zal bir mashqi bo'lib qoladi degan edi. Ham esimda. Sho'xliqimdan, gapdanliqimdan bezor bo'lgan so'rlar meni saboqdoshlarimdan ayirib, sinfning bir burjigidagi yolg'iz kishilik kichikgina bir partiga o'ltirg'izib qo'ygan edi. Mudira xonimning aytganidek, men dars vaqtida saboqdoshlarimni gapga tutmaslikni, muallimning so'zidan ko'ngil qo'yib anglashni o'rgangicha shu yerda surgun holatda yashashga mahkum edim. Bir tarafimda yo'g'on yog'och to'rik bor edi. U nimani qilsam un chiqarmaydigan va ba'zida qalam turuchimning uchi bilan u yer bu yerni yunib qo'ysammi bardoshlik beradigan chidamliq uzun bo'y qo'shnam edi. Yana bir tarafimda monastir tarbiyasiga mos keladigan salqin va g'amkin, xira qorong'ulikni saqlash uchun yasalgandek, qopqoqlari hech qachon ochilmaydigan uzun deraza bor edi. Men ajoyib bir narsani o'ylab topgan edim. Ko'ksimni partiga taraf, enkimni bir oz ko'tarsam, deraza qopqining yo'chiqidan osmonning bir burjiki. Yo'g'on akatsiya daraxining shoxlari orasidan birli binoning derazasi va balkonning reshatkasi ko'rinadi. Belqut xazinasi. To'g'risini aytganda, bu manzara unchalik chiroyli emas edi. Deraza doim yipiqliq turardi. Balkonning reshatkalariga doim balalarning ko'rpa va yo'tqanlari yiqiqliq turardi. Lekin men shularga rozi edim. Ders vaqtida o'zimni muallimlarimga bekma itoatchan alfozda ko'rsatish uchun giralashtirilgan qo'llarimga enkimni qo'yib, ko'zlarimni osmonga, deraza qopqoqlari orlig'idan ko'ringan haqiqiy osmonga tiksam, ular meni tartibli bo'lishga boshladi deb xushal bo'ladi. Men ularni shundoq aldab, ular bizimni yoshirmoqchi bo'lgan hayotni tomosha qilayotgandek so'ynatdim. Aldıg'anim va intiqom ilayotganim uchun zo'xlanatdim. So'r Alkisihada topshiriqni tushuntirib bo'lgandan keyin bizni yezishga qo'yib berdi. Oldingi partilarga husn berib turgan tamkin a'lochilar shu hamon yezishga kirishib ketdi. Ularning yanida o'ltirmagan bo'lsam-mu, nimalar yezilayotganligini mo'rlar ostidan ko'rayotgandek his qilatdim. Balalik xotiram suyimlik opamning kichikkina karbitim ustiga yengishgan mehribon oltin chashliq beshi. Menga muhabbat bilan kulimsiragan havorang ko'zlari shaklidagi shoirona yolg'on. Aslida opalar oltinday seriq va havoranglardan boshqa ranglarda bo'ladi. Lekin so'rlarda o'qigan qizlarning qalamidan bu ranglarda bo'yilib chiqish u bechoralar uchun bir majburiyat. Biz uchun bir usuldan iborat. Men bo'lsam boshqacha bir bola edim. Opamdan bekmi kichik vaqtimda ayrilib qolg'ashqa, taq turqini to'liq esimga ololmaydim. Har holda oltin chashliq, havorang ko'zlik emasligi aniq edi. Shunlashqa hech qanday bir kuch menga opamni asli qiyofatidan boshqacha bir qiyofat bilan o'ylantirishga va buningdan xushallik his qildirishga qodir emas. Meni shunday bir xiyol qiynaydi. Nimani yozatdim? Tomdagi bu Maryamning rangli surati ostiga esilgan, kakkuk soat tinmasdan yengib tursam, men texchala hongliqib o'tirardim. Beshimdagi lentamni yeshib, chashlarimni asta-asta ko'zlarimga tushirishga boshladim. Qo'limdagi qalamni og'zimga tiqib tishlab, tishlarimning orasida aylantirardim. Faylasuflarning, shoirlarning bir narsa yozgan chig'ida burunlarini tatilash, enaklarining terilarini tartib qo'yishda xalit qiliqlari bor.
qalamni tishlash va sochlarimni ko'zimga tushirib o'tirishim meningni cho'nqur xiyollarga patqanligimning alomatidir. Afsuski, meningni xiyol surish soatlari bakmo kam edi. Undaq bo'lganda hayotim cho'chaklardagi mashhur chorshanba kampiri va o'choq pirining hayotidek qalaymaqon tinimsiz o'tadi. Aradan ko'p yillar o'tdi. Yot bir shaharda yagona bir mehmonxona uyda tong otmaydigandek ko'ringan kechining yolg'izlik azobidan qutulish uchun xotiralarimni yozayotgan bu soatda bir qo'lim yanala bolalik chog'larimdagidek sochlarimni chuvib, ko'zlarimga tushirish bilan mashg'ul edi. Buning sababini shundoq deb o'ylayman. Men atrofimdagi hayot iqimiga o'zini mundaqli qo'yib o'tadigan yenik va beparvo bir bola edim. Ro'shanki, ig'ir kunlarda o'zim yolg'iz, o'z fikrlarim bilan tanho qilish uchun ko'zlarim bilan dunyo orasiga sochlarimni parda qilib qo'yishga tirishatdim. Qalamni tishlarim orasida ko'p sixni aylantirgandek aylantirishimning hikmatini o'zimmi yaxshi bilardim. Faqat biladiganim lavlarimda so'zin siya dog'larning yo'qolmasligi va bo'yiga yetib qolgan qiz holatimda bir kuni maktabga meni ko'ygili kelgan birisining oldiga burut qo'ygan kishidek chiqib qo'yib, uyalganimdan yerga kirib ketgudek bo'lganligim edi. Shu kuni har qancha o'ylasam-mu, faqat shu narsani yoza olganligim esimda. Men beliqlarga o'xshash ko'l ichida tug'ilgan o'xshayman. Opamni aslayolmaydigan holda emasman. Dadam, inik onam, xizmatkorimiz Husayn bir kuni meni ko'chada qo'g'lab ketgan qora it, bir kuni sevatdan o'g'irliqcha o'zim ilayotganimda barmog'imni chiqib olgan hara, ko'zim og'riganda tamg'izgan qizil do'ra, suyimli Husayn bilan birga Istanbulga kelganimiz. Shundoq, bularga o'xshash nihoyatda ko'p narsalar esimga keladi. Lekin bularning hech qaysisi balalik xotirasi emas. Bu men yaxshi ko'radigan ko'lda yo'g'on yo'pirmoqlar orasida yalang'och cho'milib yurgan vaqtlarimdagidek bekmi burunqi ishlar emas. Dengizdek poyonsiz bir kun. Ichida nurg'un yo'g'on yo'pirmoqlar. To'rt atrofida daraxtlar bor. Ichida yo'pirmoqlar, atrofida yo'g'on daraxtlar bo'lsa, bu kun qanday qilib dengizdek yo'g'on bo'ladi deydigansizlar. Xudo haqqi yag'an so'zlamadim. O'zimni xuddi sizlardek buningga hayronman. Ammo bu shunda. Ilojim qancha? Yozganlarim sinfda o'qilganda, barliq saboqdoshlarim men tarafga burilib, qaqaqlab kulishib ketdi. Bechora so'r alikisihada ularni tinchlantirish uchun xilini avara bo'ldi. Qiziq shuki, so'r alkisihada qora kiyimining ichidagi notadek uzun bo'yi, qordek oq yoqasi, saroy xonimlarining peshonasiga tushirilgan to'ridek bosh kiyimi ostidan ko'ringan sapgullik qonsiz yuzi, anar gulda qip-qizil lavlari bilan hozirmi ko'z oldimda paydo bo'lib qolsa va mendan yana shu savolni so'rasa, balkim shu javobdan boshqasini topolmasam kerak. Yana beliqqa o'xshash ko'lda tug'ilganligimni so'zlashga boshlaydim. Keyin surishtirib bilsam, bu ko'l Musul taraflarida ismi doim yodimdan chiqib ketadigan kichikgina bir yezining beshida ekan. Va mening poyonsiz dengizim bir tup daraxt orasidagi qurib ketgan eriqdan kelib qolgan bir uchum suvdan boshqa narsa emas ekan. Dadam shu chaqlarda Musul ekan. Men 2-20 yoshlarda bo'lsam kerak. Yoz shunchalik issiq bo'libdiki, shaharda turishning imkoniyati bo'lmag'achqa, dadam meni opam bilan Mo'shi yiziga akilib qo'yishga majbur bo'libdi ekan. O'zi har kuni atiganda Mosulga otliq keladi ekan. Kashqurunligi kun patqandan keyin yana qaytib ketadi ekan. Opam menga qarayamag'idek darajada qattiq kasal bo'lg'achqa, ma'lum vaqt beqimsiz qatdiman. Aylab xizmatkorlarning uyida sarson bo'libdiman. Keyin yezlarning biridan Fatma ismli qaranchiq yo'q bir arab xotinini tepibdi.
Fatma yeni ölgen balısıdan qip qalğan sütü bilen mehrini maňa beripdi. Dastlapki yillarda yezi balalardek çoň bolışqa başlapdyman. Fatma meni hapaş qilib yürüp, peş-peş aptapda oynady diken. Xorma daraxtlarynyň üstüge çıqyr diken. Şunda qilib yana yuqorda aytilgan yeziga ketdimiz. Fatma her kuni saharda yeydigan tamaqimizni elib, shu daraxtlikqa akiladi ekan. Kechgacha irmash-chirmash bo'lib o'ynaydi ekanmiz. Naqshi etadi ekanmiz, billa tamoq yeydi ekanmiz. Keyin uyqumiz kelganda qumlarni yig'ib, yostiq qilib, tenimiz suvda, beshimiz qumda quchoqlashib uxlab qoladi ekanmiz. Men bu suv dunyosiga shunchalik odatlanib ketibdimanki, Mosulga qaytganimizda suvdan ayrilgan beliqqa o'xshab qolgan edim. Hamisha qiliqsizlik qilib tipchaklab, payt topsamla usti beshimni yeshib etib, qip-yalang'och ko'chaga chiqib ketar ekanman. Fatmaning burnida, mang'izlarida, belaklarida chekilgan manglar bor edi. Men bu manglarga shunchalik odatlanib qoldimanki, mangsiz yuzlar menga bekmo sat ko'rinadi. Men uchun eng cho'ng tunji motam Fatmadan ayrilish bo'ldi. Shahar aylanib yurib, oxir Karbaloga kelgan edim. Bu chog'larda 4 yoshda edim. Bu yoshda ba'zi narsalar asti qoladi ekan. Fatmaning ta'liyi chiqdi. Enik onamning kelin bo'g'ini, hujrasiga kirgani bugungidek ko'z oldimda turdi. Yuzlariga Fatmaningidek manglar chekilgani uchun menga bekmi chiroyli ko'ringan xotinlar bilan liq to'lgan bir uyda meni quchoqdan quchoqqa elishdi. Keyin bo'lsa Fatmaning yiniga o'ltirg'izib qo'yishdi. Keyin o'tirg'i qo'yilgan patnoslardagi nozik ne'matlardan o'chimlab elib yeganimiz esimda. Oxir bir kunning harg'inligidan qo'ng'iroqliq daplar bilan ko'zi shakldagi dumboq ovozlarining nervlarga tegishidan charchab, baldurlar enikanamning tizida uxlab qoldiman. Fatmaning o'g'li Husayn Karbaloda shahid bo'lgan vaqtida Fatma onamiz hushidan ketganmi yo'q bilmayman. Lekin o'sha qora kunda bu bechora xotinning chekkan faryodlari, to'y kechasining atiganligi uyda o'zimni yot bir xotinning qo'ynida ko'rib, mening chekkan faryodimning oldida hech narsa emas. Demak, Karbalo bo'lib, mundaq shovqinliq motamni ko'rmagandi deb o'ylayman. Vaqirashdan ovozim bo'g'ilib qolganda, cho'ng odamlardek kun bo'yi ochliq e'lon qildim. Enik onamning hasratini bir necha oylardan keyin Husayn ismli bir otliq askar unuttirdi. Husayn mashq vaqtida otdan yiqilib meyib bo'lgan askar edi. Dadam uni uyga xizmatkor qilib oldi. Husayn dalgushdek odam edi. Meni tezlik yaxshi ko'rib qoldi. Men uning yaxshi ko'rishiga kutilmaganda to'zitib bo'lmaydigan bir xil vafosizlik bilan javob qaytardim. Gerçi uning yanida Fatma bilan birga yotgandek birga yotmasammi, saharda xo'rozlar chillash bilan tang uning uyiga yugurib kiratdim-da. Ustiga otga mingandek meni bilib, barmoqlarim bilan ko'zlarini ochatdim. Burunlarda Fatma meni bog'larga, dalalarga o'rgatgan bo'lsa, Husayn gazarmaga, askarlar muhitiga o'rgatdi. Bu uzun burutliq, daslik odamning har xil o'yinlarni ijod qilish mahoratini boshqa odamda ko'rmagan edim. O'yinlarning go'zalligi bularning ko'pining xavfli va hayajonliligida edi. Masalan, meni rezink to'pdak osmonga etib tutib oladi yoki qalpiqining ustiga o'ltirg'izib olib, putimdan tutib sayratadi. Pir-pir aylantiradi. Mening sochlarim chuvilib, ko'zlarim tinib ketadi. Xushbo'g'inimdan shunda qattiq vaqirab jaqiraytimki, bunday lazzatni keyin hech narsadan topolmadim. Ba'zida yomon oqibatlar bo'lmay qolmaydi. Lekin Husayn bilan o'tirimizda qattiq bir shartnoma bor edi. O'yinda jinim chiqsimi yig'lamasligim va hech kimga shikoyat qilmasligim kerak edi. Bu mening insofli bo'lganligimdan ko'ra, Husaynning mening bilan o'ynamasligidan qo'rqqanligim uchun.
cho'ng odamlardek sir saqlashga odatlanmaganligimdan edi. Bu qiliq balki Husayn bilan o'ynagan o'yinlardan qolgan miros bo'lsa kerak. Husayn ba'zida gazarmada Anatoliyalik askarlarga muzika chaldirib, meni ko'ziga o'xshash beshiga o'ltirg'izib olib, qiziq o'yinlarni o'ynatatdi. Bir zamonlarda uning bilan ot o'g'irlaydigan bo'ldim. Dadam uyda yo'q vaqtida Husayn eg'ildan otni o'g'irliqcha ep chiqatdi-da, meni quchqiga o'ltirg'izib, dalalarda soatlab o'ynatib keladi. Lekin bu o'yinimiz uzunga bormadi. Ish qilib uning gunohiga qanmay, oshpaz xotin dadamga chiqib qo'ygan bo'lsa kerak, bechora Husayn ishki shapaloq yeb, otga yiqinlashmaydigan bo'ldi. Xolis muhabbat qavg'asiz, shovqinsiz bo'lmaydi deyishdi. Husayn ishkimiz kuniga oz deganda 5 qitim urishatdi. Uyning bir burjikiga berib, yuzini tamg'i qilib o'tiradigan ajoyib bir xuyim bor edi. Husayn 3-4 minutcha meni o'z maylimga qo'ygandan keyin raymi kelib birdan ko'tirib oladi-da, chirqiratqinicha yuqoriga atatdi. Quchqida birdan ta'xir qilib o'tirgandan keyin enkidan suyib qo'yishga rozi bo'latdim. Shunda qilib yarishib qolatdik. Husayn bilan bo'lgan do'stligimiz 2 yil davom qildi. Lekin o zamonlarning yillari hozirgiga zodil o'xshamaydi. Shu qadar uzun ediki. Anglayotganinglar bel qutoridan angtilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Balalik xotiyalarimni so'zlab o'tib, Fatma bilan Husaynni tilga ilishim ancha ayib bo'lmasa. Dadamning ismi Nizamiddin bo'lib, otliq askar mayori edi. Opam bilan to'y qilgan yili uni Diyarbakirga avatibdi. Shu ketgancha Istanbulga qaytib kelmabdi. Diyarbakirdan Musulga, Musuldan Xankimga, u yerdan Bag'dodga, Karbaloga beribdi. Bir yerda 1 yilni turmabdi. Opamni menga o'xshatishdi. Opamning dadam bilan to'y qilganda tushgan rasmi xuddi menga o'xshaydi. Lekin bechora opam salomatlik jihatdan menga zotila o'xshamaydi. Bekmi ojiz edi. Tugimas yo'l azobiga, tog'larning ig'ir havosiga va cho'l jaziralarning issiqiga bardosh bergudek sog'lom emas edi. Yana boshqa kesili bo'lsa kerak. Lekin bechoraning eri bilan o'tgan butun hayoti shu kesilni yushirish bilan o'tgan. Qanday qilsam, dadamni bekmi yaxshi ko'radi ekan. Meni uningdan majburiy ajirtib o'tadi deb qo'rqadi ekan. Dadam: "Seni hech bo'lmasa bir mazgil 2 oyg'ila opangning qishiga avatay, bu bechorani qiyirib qoldi. Kim biladi, seni qanchalik ko'rgisi kelgandi?" deganda opam: "Shartimiz shundaqmidi? İstanbulga billa boramiz demaganmidi?" deb turib oldi ekan. Agar so'z kesilga berib taqalganda, "Mening hech qanday og'riqim yo'q. Ozroq yerib qoldim. 2 kun burun havo bir oz o'zgargan emasmidi? Balki shuning ta'siri bo'lsa kerak", deydi ekan. Istanbulni ko'rgisi kelganligini dadamdan yushirdi ekan. Lekin yushirish mumkinmi? Ko'zi uyquga ketib 2 minut o'tmay dadamni uyg'otib, kalendardagi yozliq dam ilish uylarimizni, shahar atrofidagi o'rmonlikni yoki bo'g'ozning suvlarini tushirib ko'rganligini aytdi ekan. Ozgina uyqu asnosida shunchalik uzun tushni ko'rishi uning bu yerlarni qattiq seg'inganligidan bo'lsa kerak. Mo'mam harbiy ministerlikka, saroy amaldorlarining oldiga berib, uning yo'tkilib kelishini iltimos qilib, yig'lab qaqshigan bo'lsa-mu, bu yolvorishlardan foyda chiqmabdi. Oqibat, opamning kesili ig'irlashgandan keyin dadam uni hech bo'lmasa Istanbulga olib qo'yish uchun 1 oylik ruxsat so'rabdi va javobini kutmayli yo'lga chiqibdi. To'ygilarga ortilgan kajiva ichida cho'llardan o'tganimiz bugünkidek esimda. Beyrutga kelib dengizni ko'rganda opam bir oz jonlangandek bo'ldi. Qo'ngan uyimizda opam meni ko'rpisiga o'ltirg'izib, chochlarimni taridi.
qo'llarimning kirligini, tugimlarimning uzilganini ko'rib, beshimni ko'ksimga tirab yig'lab ketdi. Bir kuni u o'rnidan butunlay turib ketdi. Sanduqdan yangi kiyimlarini elib yasandi. Kechqurun dadamni kutib olish uchun pastga tushdi. Dadam meningda qattiq mijozlik bir askar ta'siratini qoldirgan edi. Lekin shu topda opamning o'rnidan turib mang'inini ko'rib, xushalligidan yugurib kelganligini, endi mengishga boshlagan bolani yetaklaganda opamning bilaklaridan tutib yig'laganligini hech qachon unutmayman. Bu bizning birga o'tkazgan oxirgi kunimiz bo'lib qoldi. Opamni aytsi, og'zi ochiq sanduqning yanida 5 kiyim bo'g'chisining ustida lavlari qon o'lik holatda ko'ribdi. 6 yoshli bir bolaning ancha-muncha narsalarga ahliyasi kerak, lekin men nima uchundir uyda hech narsani sezmagan edim. Biz tushgan uyda odam ko'p edi. Bir necha kun cho'ng bir bog'chada bolalar bilan chilishib o'ynaganligimni, Hüseyin bilan ko'chalarda, dengiz yoqasida, masjid hovlisida, gumbazlik yerlarda tomosha qilganligimni bilaman. Opamni yot yerlarda ko'mib qo'yganimizdan keyin Istanbulga qaytib berish dadamning ko'ngliga sig'madi. Uningdan boshqa balki momam va hammalarim bilan ko'rishdan qochgan bo'lsa kerak. Shuningga qaramay, dadam meni ularning oldiga avatishni o'zining burchi deb bildi. Kundan kunga o'sayotgan bir qiz bolani gazarmalarda askarlarning qo'lida tarbiyalashning imkoniyati yo'qligini o'ylagan bo'lsa kerak. Xizmatkorimiz Hüseyin meni Istanbulga akilib qo'ydi. Esil bir paraxutda usti beshi jul-jul bir arab askarining quchqida kichikkina bir qizchaqni ko'z oldimizga keltirib. Kim biladi? Bu manzara paraxutga ko'pligan odamlarga qanchalik yiqimsiz va ichinishli ko'ringandi. Lekin bu sayohatga Hüseyindan boshqa birisi bilan chiqqan bo'lsam, cho'qim bunchalik baxtli bo'lolmaydim. Dengiz bo'yidagi yozliq shahar beg'imizning keyindagi o'rmonlikda bir tosh ko'l bo'lib, bu ko'lning bo'yida qo'llari jaynikidan sungan yalang'och bir bolaning haykali bor edi. Dastlabki kunlarimda bu suniq haykal oftobda va yomg'ir yeshinda qaraygan rangi bilan menga meyib sahro bolasida ko'ringan edi. Ko'lning zumratdek suvlarining qizil yo'pirmoqlar bilan qoplanib ketganligiga qaraganda ko'z aylari bo'lsa kerak. Bu yo'pirmoqlarni tomosha qilib o'tib, uning ostida o'zib yurgan bir qancha qizil beliqni ko'rdim. Va momam ming bir jafolarda dazmollab kiydirgan ipak yo'nlikim va yangi batingillarim bilan ko'lga sakradim. Atrofda vangchun ko'tarildi. Nima bo'lganligini bilgicha hammachilarim meni quchoqlab yuqoriga olib chiqdi. Suyib ham kayib usti beshimni yangushladi. Bu voysashlar va huduqishlardan keyin ko'lga yana tushishga jur'at qilolmadim. Ko'l bo'yidagi qumlarning ustida dum yetib, beshimni suvga tiqadigan bo'ldim. Bir kuni yana musha holatda beliqlarni tomosha qilib o'tatdim. Shu kunki manzara bugungidek ko'z oldimda. Momam uchisidan zodili tushirmaydigan qora paranjisiga purkinib, bog'chadagi yog'och o'rindiqda o'ltiratdi. Hüseyin namozda o'ltirgandek momamning yenda yukinib o'ltiratdi. Ular astag'ini gaplashib o'tadi. Har holda turkcha so'zlashayotgan bo'lsa kerak, nima deganliklarini bilolmadim. Lekin ovozlardan, menga qarab qo'yishlaridan shubihlandim. Quloqlarimni to'shqandek tindim. Bir qut xazinasi. Men ko'lga chaynab tashlab berayotgan non uvoqlariga o'lishib ketgan qizil beliqlarni ko'zimdan yo'qotib qo'yatdim. Momam bilan Hüseyinning suvga tushgan sho'lasiga qaraydim. Hüseyin menga qarab qo'yib, cho'ng qo'lyog'lig'i bilan ko'zlarini surtatdi. Bolalarning ba'zida o'zining yeshiga mos kelmaydigan g'alati sezgurlari bo'ladi. Nima uchun? Bu nozik sabablarga aqlim yetadigan yoshda emas edim. Faqat musha ayrilishning vaqti soati kelganda kunning petishi, yomg'irning yig'ishidek hech qanday tadbir bilan oldini og'ili bo'lmaydigan bir falokat ekanligini yaxshi tushunardim.
Şu ketisi momamning karvatiga yandash qo'yilgan kichikkina karvatimda yetib, birdanla ko'zlarimni ochdim. Bosh tarafimizdagi kechilik qizilchiroq o'chgan edi. Lekin derazlardan tushgan oy nurida uy yo'q-yo'riq bo'lib ketgan edi. Uyqum qochdi. Yuragimda chidab bo'lmaydigan bir alam bor edi. Jaynaklarimga tayinib, ma'lum vaqt momamga qarab yotdim. Momamning uxlig'iga ishongandan keyin karvatimdan astag'ini tushdim. Putumning uchida dastlab uydan chiqdim. Boshqa bolalardek qorong'udan va yolg'izlikdan qo'rqmaydim. Palampayning bosqichlari g'ijirlaganda cho'ng odamlardek ehtiyot bilan asta-asta ayvonga tushdim. Eshiklar taqoqgan. Faqatla bog'chining eshigi yendagi deraza ochiq qolganligi uchun 1 minutning ichida sirtqa atlab tushdim. Husayn bog'ning nariqi burjigidagi bog'vanning kapsida yotadi. Oppoq uxlash ko'ngligimning uzun etaklari putumga yugishib olib, tasdik sakrab shu tarafga qarab yugurdim. Husaynning karvatiga chiqib oldim. Uning uyqusi bek qattiq edi. Arabistondagi vaqtimizdami atdiganda uni uyg'otish xeyli tasga tushadi. Ko'zlarini echish uchun otga mingandek maydasiga o'ltirib olib, uzun burutlarni tizgin tartgandek tartib sakrashga va vaqirashga to'g'ri keladi. Lekin bu kecha uni uyg'otishdan qo'rqdim. Uyg'onsa burunqidek qo'ynida yotqizishga rozi bo'lmaydiganligiga, shuncha yolvursam-mu ko'tirib momamning yiniga opirib berdiganligiga ishondim. Aslida birdan-bir tilakim bu oxirgi kechani uning qo'ynida o'tkazish edi. U kechidagi qamlashmagan qiliqim yaqinqi kunlargacha oilamiz ichida eg'izdan tushmadi. Momam saharda uyg'onib, mening yo'qligimni ko'rish bilan sarang bo'lay deb qopdi. Birdamdala hammasi uyg'onib ketibdi. Qo'llarida chiroq, shamdonlarni ko'tarib, bog'chilarni dengiz bo'ylarida aqtirishibdi. Lapas aralidan ko'chalargacha, qiyiq qo'ydigan uydan ko'lning ishga qiyirish keldigan suvlargacha hamma yerni ostin-ustin qilib o'tibdi. Qo'shnilarning ko'ktatliqidagi quduqqa chiroq tushirib qarabdi. Bir chaqda momamning yodiga Husayn tushibdi-da, uning uyiga qarab yuguribdi. Kelib qarasa, men askarning bo'ynidan mahkam quchoqlab uxlab yetibdiman. Ayrilish kunining fojiasini eslasam, hozirmi kulaman. Men umrimda uydagilarga shu kungidek xushomad qilganligimni bilmayman. Husayn ishikning yonida tiz cho'kib shop burutlari bilan xijil bo'lmasdan yig'ladi. Men Bag'dodda, Suriyada Arab divonlaridan o'rganib olgan duo bilan momamning, hammalarning etaklarini so'yib yalvoratdim. Romanlarda qayg'uli odamlarni muhchaygan, ko'zlari sulg'un, harakatsiz, kamsiz, aniqroq desak, miskin qilib tasvirlaydi. Meningda doim uning aksi bo'ladi. Qachoniki ig'ir bir qayg'uga duch kelsam, ko'zlarim chaqnab, chiroylarim echilib, harakatlarimda xushallik ifodalanib, ichimga sig'may ketaman. Dunyoni nazarimga ilmagandek qaqaqlab kulib ketaman. Har xil gapdonlik va talviliklarni qilaman. Shuning bilan birga buni ko'nglidagi yaqin odamiga va boshqalarga aytolmaydigan kishilar uchun yaxshi bir odat deb hisoblayman. Husayndan ayrilgandan keyinmi shunday qilganim esimda. Yaramas ishlarni qilib qo'yganimni ozdab, meni ba'zlash uchun o'ynashga etgan tuqqanlarning bolalarini urib qiynaydim. Yotlar oldida ayib bo'ladigan bir vafosizlik bilan Husaynni patli ko'nglimdan chiqarib tashladim. Ehtimol uningga rostila xafa bo'lganim uchun shunday qilgandiman. Buni yaxshi bilmayman. İsmini anlash bilan yuzimni purishtirib, yengil o'rganishga boshlagan turkcha so'zlar bilan Husayn yomon, Husayn sat, adabsiz, deb yerga tukiratdim. Bunun bilan billa bechora yomon sat Husaynning Bayrutga bora-bormasdan menga avatgan bir quti xurmasini ko'rib, ochiqim pasaygandek bo'ldi. Xurmalarning tugab ketishidan biri falokatdan qo'rqqanda qo'rqib turib, biri o'ltirishdalar hammasini yeb tugatdim.
faqat urug'chilari qoldi. Ularni haftalab o'ynadim. Bir qismini qichirlarga asadigan o'yinchoqlar bilan aralashtirib, yebqi tizib, yovvoyi odamlarning bo'yinchiqlaridek bo'ynimga esib oldim. Qolganlarini bog'ning bu yeriga tikib qo'ydim. Necha oylargacha har kuni atdiganda kichik chelak bilan suv to'shib, ularni sug'uratdim. Bog'da xo'rimi o'rmonligi paydo bo'lishini kutatdim. Bechora momam esini yo'qotib qo'ydi. Meni odam qilish haqiqatan tas edi. Tang yo'rimasdan uyg'onib olib, ta kashkicha herib, holimdan ketkichilik oli to'plan ko'taratdim va damg'ashlik qilatdim. Anlayotganinglar beli qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Mening ovozim beslashi bilanla butun bog' tashvishga tushadi. Chunki bu mening biror yerimni kesib olib, ovozimni chiqarmasdan qonni to'xtatishga harakat qilayotganimni yoki biror yerdan yiqilib tushib, og'riqqa chidab yig'ilmaslik uchun to'lg'inayotganligimni va yoki o'rindiqning putlarini haradash, matrasning qoplarini bo'yashdek ziyonli ishlar bilan mashg'ul bo'layotganligimni bildiradi. Ba'zi kunlari qushlarga latib urishlardan va paxallardan uv yasab berish uchun daraxtlarning eng uchiga chiqatdim. Va ba'zida o'choqning turg'unidan tosh etib, oshpazni qo'rqitish uchun o'g'ziga yamishatdim. Bizning boqqa anda-sanda bir doktor kelib ketadi. Dilqut xazinasi. Bir kuni eshik oldida shu doktorni kutib turgan bo'sh xarabaga chiqdimda jonivorlarni qamchiladim. Yana bir kuni bo'lsa, yo'g'on kir tangnisini so'rab dengizga tushirdim-da, o'zimni suvning iqimiga qo'yib etdim. Boshqa oilalardami shundaqmi? Buni bilmayman. Bizning bu oilada yetim bolani urish gunoh hisoblanadi. Bekmi haddimdan eshib ketgan chaqlarimda beradigan jazo qo'limdan tutib opirib, biri uyga qamab qo'yishdan iborat edi. Hamma bolalar saqalliq tag'a deb chaqiradigan g'alati bir tuqqunimiz bor edi. Bu saqalliq tag'am mening qo'llarimni avliyo panjisi deydi. Chunki barmoqlarim biror kun yorilardan ko'k tushishdan xali bo'lmaydi. Xeyni qo'yib olgandek loti bilan o'raqliq turadi. Tuqqanlarim bilan nima uchundir chiqishamaydim. Ularning yeshi meningdan xeyli cho'ng bolalarning urib adibini beratdim. Ba'zida qalbimda mehr muhabbat o'ti ushqunlab qolsa, buni bir xil falokat keltirib chiqaradi. Boshqalarga o'xshash yaxshi ko'rgan odamning chiroyliligini siylab sepashni o'rganmagan edim. Yaxshi ko'rgan odamimning ustiga hayvon bolasidek itilatdim. Quloqlarini tishlab, yuzlarini tatilaydim. Ittirib, tatishtirib, jididan jax to'yg'izatdim. Tuqqanlarimning bolalari orasida faqat birisiga bilib bo'lmaydigan bir xil tortinchoqlik va jur'atsizlik bilan muomala qilatdim. Bu Basima hammomning o'g'li Kamran edi. Ammo uni bola deyish uncha to'g'ri bo'lmaydi. Yeshi mendan xeyli cho'ng, bakma adablik va ig'ir besiq bolalarga aralashishni xohlamaydi. Qo'llarini yanchiqqa silib, dengiz bo'yida o'zi yolg'iz aylanib yuradi. Yoki daraxt soyasida kitob o'qiydi. Kamranning sochlari budra va seriq, terisi oppoq, nozik va yaltiroq edi. Uning terisi shunchalik paqiraydiki, petini olsam, quloqlariga yepishib, yaqindan yuzlariga qarasam, xuddi aynakdagidek o'zimni ko'rishimga ishonatdim. Tortindiganligimga qaramay, bir kuni uning bilan so'qishib qoldim. Dengiz bo'yida sevatga yo'g'on toshlarni silib to'shivatdim. Toshdan birini ilib uning putiga yumiltib etdim. Tosh bakmi ig'irmi yoki u bak nozikmi, bunisi menga qarang'u. U birdan voysib vaqirab ketdi. O'diqib ketganimdan bog'dagi daraxt ustiga chiqib oldim. Meni daraxtdan do'q bilan, tahdid bilan, hatto yolvorishlar bilan tushirolmadi. Oxiri bog'vanni daraxtga chiqardi. Lekin u o'zining yuqurlig'an siri meningmi ig'irligimni ko'taramligidek inchik shoxlarga chiqishdan yoltaymaydiganligimni va biror falokatning yuz berdiganligini bilib pastga tushib ketdi. Shu kuni qorong'u tushguncha daraxtning shexida qushdek o'ltirdim.
mening dastimdan bichora mo'monning uyqusi harom edi. Bichora xotin meni bag'ansir eshib berayotgan mehr muhabbati bilan o'z ilkiga olgan edi. Ba'zi attiganlari oldingi kundagi hardug'i chiqmasdan turib, mening qalbimdan uyg'onib ketadi. O'rnida yetib to'lg'inatdi. Mening qo'llarimni tutib turib, qiyirg'inimda buni beshimga balo qilib tashlab qo'yib o'zi o'ldi deb opamdan xafa bo'ladi. Shunisi aniqki, shu minutdan opam oldiga kelib, bu balni xolamsiz yoki menimi deyaligan bo'lsa-di, mo'mam cho'qim meni ep qilib, uni kelgan yeriga qaytarib o'tadi. Shunda kesalchan bir qiyri ayolning bir kuni avval qahardug'i chiqmasdan turib, yana uyqudan turishi bir azob. Lekin orom olgan bir tan. Azoblarga tashna bir ruh bilan uyg'onishning va bu xotirlarni eslashning ig'ir keldiganligini unutmaslik lozim. Biroq shunchalik jabr jafolar sog'inimga qaramasdan, mo'monning men bilan o'zini avutib, o'zini baxtli his qildiganligiga ishonaman. Mo'mondan ayrilgan chig'imda 9 yoshlarda edim. Dadam bo'lsa Istanbulda edi. Bechora dadamni bu qitim Trablosdan Albaniyaga xizmatga tayinlabdi. Shuning uchun Istanbulda bir haftalik tura oldi. Mo'monning o'limi uni mushkul ahvolga tushirib qo'ygan edi. Yolg'iz ofitser 9 yoshli qizni agashtirib, tog'i dashtlarda yurolmaydi. Ehtimol meni siqilib qoladi deb qo'rqqandi. Lekin meni uchundir, meni hammalarimning yanida qoldirishga ko'ngli o'nimadi. Meni o'ylagan bo'lsa o'ylagandi, bir kuni atdiganda meni yetlab paraxutga chiqadi. Istanbulga bordim. Ko'rikda yana bir harbiga o'ltirib, chak-chik ko'rinmaydigan do'nglardan ochdi. Bozorlardan o'tib, oxir yo'g'on bir tosh binoning oldida to'xtadim. Bu yer mening 10 yil qamlib yashashim kerak bo'lgan fransuz maktabi edi. Bizni eshikning yenidagi pardalari derazlar yepiq qorong'u bir ishxonaga olib kirdi. Hamma narsa oldin ola so'zlashib qo'yilgan o'xshaydi. Bir ozdan keyin qora kiyimli bir xotin kirib, menga qarab egildi. Beshidagi oq yog'lig'ining uchlarini g'alati bir qushning qanotlaridek chochlarimga tekkizib, yaqindan yuzlarimga tikilib, nag'izlarimni silashga boshladi. Maktabga qo'ygan birinchi qadamim yanala bir balo qazo va sho'xlik bilan boshlanganligini eslayman. Dadam Mudira xonim bilan so'zlashib o'tirganda, men ishxonani aylanib, uni-buni ko'rishga boshladim. Bir vazning rangli rasmlarga barmog'imni tekkizib ko'rmoqchi bo'lib edim, u tushib ketib, sunib ketdi. Dadam qilichini sharaqlatib o'rnidan chachrab turdi va ochiq bilan qo'limni tutdi. Sungan vazning egisi Mudira xonim buning aksi kulatdi. Qo'llarini silkitib, dadamni tinchlantirishga harakat qiladi. Maktabda men bu xil vazlardan boshqa yana qanchalagan narsalarni sundirishim mumkin. Uydagi dang'ashliqim u yerda davomlashadi. Ya tarbiyachilarim farishtalardek savrchan xotinlar. Ya mening yaxshi taraflarimmi bor. Bo'lmasa mening dastimdan bu qadar azor chekishlarim mumkin emas. Sinfda tinmasdan gapdanlik qilardim. U yoqdan bu yoqqa chepib yuratdim. Boshqalardek palampaydan tushib chiqish mening odatim emas edi. Bir burchakka mo'kinib olib, saboqdoshlarimning tushishini saqlaydim. Keyin palampayning tutqush yog'ichiga otga mingandek minib olib, o'zimni yuqurdan pastga qo'yib o'tdim. Yoki bo'lmasa, oyoqlarimni juplab, palampaydan taxlab tushatdim. Bog'da qurib ketgan bir daraxt bor edi. Fursat topsam uningga yonishib chiqib olganligimni va popozlarga quloq solmasdan tanaffus to'shqicha shaxdan shaqqa otlab yurganligimni ko'rgan muallim bir kuni "Bu bola odam emas, chala qush ekan" deb vaqirgan edi. Ashu kundan boshlab hamma meni asli ismimni atamasdan chala qushi deb atashga boshladi. Bilmayman, bu ism qanday qilib oilamizga yetib bor ekan. Farida degan ism bayramlik kiyimga o'xshash dakmi kam qo'llaniladigan rasmiyona bir ism bo'lib qoldi.
Ba'zida maktabimizga o'shkining saqildek kichikkina saqal qo'yib olgan ko'zoynaklik bir pop kelib turadi. Bir kuni chechimning uchini qaychi bilan kesib olib, shilim bilan enkimga yepishtirib oldim. Muallim men tarafga qaraganda qo'lim bilan to'sib olatdim. Boshqa tarafga qarashi bilanla qo'llarimni tushirib, saqalimni silkitib, popni do'raydim va balalarni kuldiratdim. Muallimimiz bu kulkining sababini bilanmay, qani yirtilg'idek vaqiraydi. Bir chog'da beshimni sinfning zalga echilgan derazasi tarafga o'rib qarabdiman. Aynakning oqsida mudira xonim menga qarab turmasmi? O'riqib ketganimdan nima qilishimni bilmay qoldim. Bo'ynimni egib, barmoqimni levimga tekkizib, jim ishoratini qildim. Keyin barmoqlarim bilan uningga bir suyish hadiya qildim. Maktabning eng cho'ngi mudira xonim edi. Eng peshqadam muallimlargacha hammasi uni xudodek hurmat qiladi. Shundaq turuqliq mening uningdan gunohimga ham nafas bo'lishni talab qilishim bu xotinni xushal qildi. Mudira xonim sinfga kirsa, salobitini saqlab qo'yishiga ko'zi yetmagandek, kulib turib, barmoqi bilan menga po'pozi qilib, zavqli ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mudira xonim bir kuni meni tomoqxonada qo'lga tushirdi. Sinfdan o'g'irlab chiqqan qog'oz sebitimga oshgan tomoqlarni silib atatdim. Mudira xonim qattiq ovoz bilan meni yiniga chaqirib, "Farida, bu yoqqa kel. Nima qilyapsan?" Qilayotgan ishimning yomon ekanligini bilmaydim. Yuziga tikilib, "Itlarga tomoq berish yomon ishmi, Masur?" dedim. "Qanday tomoqni? Qaysi itlarga?" "Orqadagi itlarga. Ah, Masur, ularning meni ko'rish bilan qanchalik xushal bo'lganliklarini bir ko'rsangiz, to'lagan oqshom meni do'qmishdili kutib oldi, oyoqlarimga yepishdi. Sabr qilinglar, nima bo'lyapsizlar? Joyinglarga bormoqchi bermayman desammi, bu zolimlar zodini quloq solmadi. Eslashib meni yerga yiqitmoqchi bo'ldi. Mening jinim tutdi, sevatni etaklarim bilan mahkam yepib oldim. Bo'lmasa meni tutma talon qilib o'tadi. Xudoga shukr, bir navoy kelib qutqizib oldi." Mudira xonim menga tikilib turib angladi. "Bak yaxshi, sen maktabdan qanday chiqding?" deb so'radi. Men hech bir tap tatmayla. "Kirxonaning keyindagi tomdan ortilib tushdim" dedim. Mudira xonim cho'ng bir falokat xabarini anglagandek yo'tisiga birini urib, "Qanday betinding?" dedi. Yana rostimni aytdim. "Ajablanmang, Masur. Tambakmi pakar, qanday qilib ishdan chiqalaydim? Qarovul meni chiqaratdimi? Birinchi qatim chiqqanimda Masur seni chaqiryapti deb aldab qo'yib qochgan edim. Sizdan o'tinay deb qo'ymang, chunki ishlarning osh qilish xavfi bor." Bu so'rlar ajoyib g'alati insonlarda. Boshqa bir maktabda shunday ishlarni qilgan bo'lsam, qamlatdim yoki bo'lmasa boshqa bir jazoga uchraydim deb o'ylayman. U mening bilan tang bo'lmasligi uchun yerga qarab oldi. "Voy qiz, hayvonlarni asrash bek yaxshi ish, lekin itoatsizlik qilishga bo'lmaydi. Sebatni menga qo'yib ket. Men buni qarovuldan ishlarga avatib beraman." Hayotimda hech kim meni bu xotindek yaxshi ko'rmagandi. Muallimlarning bunga o'xshash harakatlari u vaqtlarda shamolning qiyoliqlarga bergan ta'sirdek bir narsa edi. Sho'xliqimni va intizomsizligimni cheklashga ojizdek ko'rinadi. Lekin vaqtning o'tishi bilan ular asta-asta mening qalbimga singib, o'chmas izlar, davosiz bir tushkunlik va noziklik qoldirganligin deb o'ylayman. Belqut shirkatida ovozga elinib, Belqut to'g'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishat Nuri Gundikinning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chala qushi nomli romanini bugun mushagicha anglatdik.